Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men bugun yana video murojaat qilishga ahd qildim. Har kuni Xudo xohlasa bo'lgan voqealarni birma-bir qisqa qilib tushuntirib, borini ko'zlaringizga ko'rsatib bermoqchiman va ayni damda hurmatli yurtboshimiz Shavkat Miromonovichga ham murojaat qilmoqchiman. Assalomu alaykum, hurmatli yurtboshim. Men ikkinchi guruh nogironi, tadbirkor, bloger, jurnalist va oddiy fuqaro sifatida sizga murojaat qilmoqchiman. Shavkat Miromonovich, qonuniy asosda bunyod etilgan mulkimni qandaydir yo'llar bilan tushunarsiz tarzda nohaq tortib olinishiga yo'l qo'ymasligingizni so'rash istagida shu video murojaatni tayyorlayapman. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Toshkent shahrida yer uchastkalarini ajratish bo'yicha komissiyasining 2014-yil 22-sentyabrdagi 05-05/121-1 sonli, aniqrog'i sizning bosh vazir bo'lgan paytingizdagi imzoingiz bilan tasdiqlangan bayonnoma asosida 2014-yilda Toshkent shahar hokimining 990-sonli qarori bilan menga ajratilgan bir joyni, aniqroq qilib aytsam, tashlandiq joyni oilamiz bilan o'z mablag'larimiz evaziga aholiga xizmat qiluvchi zamonaviy majmuaga aylantirganmiz. Bu majmua shunchaki qurilish emas, bu bolalar hamda aholiga savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchasi. Tadbirkorlik faoliyatim haqida 2018-yilning adashmasam 4-dekabr kuni Sevimli kanalida xayrli oqshom ko'rsatuvida taslim bo'lma ko'rsatuvida ham yoritilgan edi va bu mehnatim ancha oldin rasmiy e'tirof etilganidan dalolat sifatida ham keltirishim mumkin. Bu joylarni noldan ko'targanmiz, fundamentlarini ham hamma narsasini o'zimiz qurib bitkazganmiz. Mana hozirgi kunda 7 ta binomiz ishlab faoliyat ko'rsatmoqda. Nimaga asoslanib tizimdagi xatolar deyapsan degan savol o'rinli, har biringizni miyangizga kelishi mumkin. Mulkim mana shu ko'rib turgan mulkimning qonuniyligini barcha quyidagi rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlayman. Birinchisi, 4-dekabr 2014-yildagi Toshkent shahar hokimining menga, ya'ni fuqaro Jo'rayeva Fatima Jabbaraliyevnaga yer ajratib berish to'g'risidagi 990-sonli qarori. Ikkinchisi, 2017-yildagi Davlat qabul qilish komissiyasining dalolatnomasi. Uchinchi, Sergeli tuman hokimining egalik huquqini e'tirof etuvchi 1006 sonli qarori. Bu ham 2017-yilda berilgan. Va ushbu obyekt davlat ro'yxatidan o'tkazilganligini tasdiqlovchi kadastr pasporti. Bu hujjatlar obyektning qonuniy mavjudligini tasdiqlashini hamma yaxshi biladi. Ammo hozirgi kunda shaffof qurilish geoportalida mening mulkim konservatsiya deb belgilangan. Konservatsiya. Kadastr raqami bilan qidirilganda esa ma'lumot topilmadi deya chiqmoqda. Endi o'zimni faoliyatim yuzasidan kelib chiqqan holda boshqa kadastr raqamlarini ham kiritib ko'rib, o'sha shaffof qurilishda bir narsalarni aniqlashga urinishimlarimdan shuni anglab yetdimki, u yerda ushbu geoportal 2025-yildan keyingi ma'lumotlarni taqdim etayotgan ekan. Ya'ni ungacha bo'lgan ma'lumotlar menimcha hali kiritilmagan ko'rinadi yoki tushunmadim. Davlatning bazasida qonuniy egasi bo'lgan obyektlarning bunday sirli tarzda g'oyib bo'lishi yoki noto'g'ri tavsiflanishi bu tizimdagi xato yoki tadbirkorlarga qarshi qandaydir sun'iy to'siqmikin degan xavotirga kelib qoldim rosti va buni shaffof qurilish geoportaliga kirib men silkalarni ham beraman. Barcha tadbirkorlar va xususiy mulk egalari ham o'zlarini kadastrlari orqali bir tekshirib ko'rishlarini tavsiya qilib qolaman. Vazirlar Mahkamasining 401-sonli qarorini o'qib chiqqach, u aslida qarovsiz, foydalanilmay yotgan, ancha yillardan beri foydalanilmay, tugallanmay kelayotgan, qurilishi tugallanmasdan foydalanishga yaroqsiz bo'lgan joylar, ya'ni egasi oxirigacha eplolmay qolib, tashlab qo'ygan yerlarni vaqtinchalik tartibga solib, ushlab turish uchun chiqarilgan qaror ekanligini anglab yetdim. Lekin mahalliy ijro organlari bu qarorni bugun qandaydir boshqacharoq ijro qilmoqdalar degan fikrga kelib qolyapman. Ko'ring,
va o'zingiz xulosa qiling. 10 yildan beri davlatga soliq to'lab, xalqqa xizmat qilib kelayotgan barcha hujjatlari qonuniy bo'lgan tadbirkorlik subyektini ham foydalanilmayotgan, ya'ni tashlandiq, umuman foydalanmay qolib ketgan deb konservatsiya qilish, bu nima bu? Adolatmi bu? Hurmatli yurtboshim, sizdan ushbu holatni, ya'ni mulkimga nisbatan noqonuniy konservatsiya qarorini bekor qilinishida, mulkiy huquqlarim tiklanishida va kelajakda men kabi tadbirkorlar va fuqarolar mana shunday qo'shtirnoq ichidagi o'yinlarda jabr chekib qolmasliklari uchun maxsus komissiya tuzgan holda shaffof qurilish portalidagi xatoliklar va kamchiliklarni bartaraf etilishini shaxsan nazoratga olishingizni so'rab qolaman. Adolat qaror topishiga va albatta mehnatlarim e'tirof etilishiga ishonib qolaman. Yurtboshimiz e'tibor qilasiz degan umiddaman. Rahmat, sog' bo'linglar.